Hammalarga assalomu alaykum aka opa singillar. Ko'rib turgan avtobuslar Moskvadan Toshkentga направление olyapti. Kimda kim shunaqa Al-Xorazm kompaniyasining avtobuslarida ketishligida bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Bizda pryamoydan pryamoy reyslar. Aka opa singillar, har bitta avtobusimizda 3 tadan voditeli bor. 2,5-3 da tindirmasdan avtobusni bosib ketishadi. 2,5-3 da Toshkentga yetkazib yuboradi. Aka opa singillar, так что o'ylanmasdan, cho'chimasdan telefon qilinglar. Bizda pryamoydan pryamoy reyslar. Bu ikkinchi avtobusimiz. Bu UzAvtotrans kompaniyasining avtobusi. Aka opa singillar, tanlovlarda adashmasdan, bemalol o'ylanmasdan, cho'chimasdan telefon qilaveringlar. Dokumentida muammosi bor aka opa singillarni ham bezdeport, bezabret olib chiqib ketamiz. Salomatligini qilsa bo'ldi yo'ldagi voditellarga. Aka opa singillar, yuk muammosi. Yuklar bizda besplatniy, bizda yukka oshiqcha pul olinmaydi. Umuman yukni xichangina qilib olib kelish kerak. 70-80 kilogacha olib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosinglar. Boshqa yurtdoshlar ham ko'rsin.